Amin. Ana shu muborak zaminingda qishlog'imizni rivojlantirish uchun maktab qurgan, qishlog'imizni yo'llarini ravo qilib, tekis qilib, bu yerga bosh qo'ygan yigitlarni musofir yurtida, yana biz hammamiz musofirchilikda Rossiyada safarda bo'lamiz. Ana shu musofir yurtida yurgan yigitlarimizni o'z panohida asragan bo'lsin. Amin. Ko'pni saqlab qatorida saqlagan bo'lsin. Amin. Bergan xayr ehsonlarini Alloh o'zi va'da berganidek 70 daraja ulug' qilib bersin. Amin. Bola chaqalarni orzu havasini ko'rsinlar. Ana shularni ota-onalarini baxt e'tiborini ko'rsinlar. Amin. Farzand talablarga Alloh farzandi solih bersin. Amin. Farzandlarni Alloh solih soliha farzandlar bo'lib, xalqimiz, elimiz, xonadonimiz ichida suyukli farzandlar bo'lib yetishini Alloh nasib qilgan bo'lsin. Amin. Parvardigoro, xalqimizga bosh bo'lib turgan boshliqlarimizni ham Alloh o'z himoyatida qilib, podshohlikda odillikni berib, xalqimiz, elimizni o'z panohida Alloh asrashini nasib aylagan bo'lsin. Amin. Parvardigoro, mana shu muborak zaminda duo uchun qo'l ochib o'tirganlarni, o'tgan ota avlodlari, ona avlodlari, jami qavm qarindoshlarimizni Alloh qabrlarini purni qilsin. Qiyomat qoyimida Alloh sharmanda qilmasin. Amin. Payg'ambarimiz shafaatlaridan benasib qilmasin. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. Rahmat.